Koreyadagi g'alati kunim. Ertalabdan kimsasiz avtobusga o'tirib ishim tomon yo'l olsam, ko'chalarda karis-vachchalar qirilib ketganmi deyman, hattoki itvachchalar ham ko'rinmaydi. Ishxonaga kelib qarasam, hech kim ishga kelmagan. Tushimmi, o'ngimmi bilmay qoldim yoki umuman boshqa dunyoga tushib qoldim. Yo linzamda srog o'tganiga ko'zimga allambalo narsa ko'rinyapti deb linzamni ham almashtirib oldim. Bir pat qo'rqinchli manzarani oynadan tomosha qilib o'tirsam, ichkaridan ko'zim qichib, men ham shu ujus kinoni ssenarini buzmay ichkaridan ovoz chiqqan joyga kirib qaray deb shunday doskaga qarasam, qon bilanmi, kraska bilan katta qilib qarzingni qaytar, hammasini boshqarar pi daftar deb yozib ketishibdi. Voy, kalavani uchini topdim. Arvohda o'zi menga belgi berdi. Pi daftar nimaligini hammaga aytib ber dedi. Pi daftar endi sizni stresslardan himoya qilar. Ortiqcha qog'ozbozlikni keragi yo'q. Shunchaki App Store yoki Play Marketga Pi daftar deb yozib, ilovani osonlikcha yuklab olishingiz mumkin. Agar siz biznesmen bo'lib, oshxona, do'kon, salon egasi bo'lsangiz, kirim-chiqim qarzdorliklarni shu ilovada yozib borsangiz, bemalol sizga qaysi sanada qancha berilishi kerakligini PDF formatda elektron ko'rinishda ko'rsatib beradi. Temir daftarga yozilgan qarzlar unutilib ketar, lekin PD daftarga yozilgan qarzlar albatta to'lanar. Sog' bo'lasiz.